Xitoy bilan Qirg'iziston chegarasi. Mana tog' orasidan yo'l qilinganda. Hozir chegaradan o'tyapmiz. Mana haykali. Polis haykali. Shu sekinroq yur degan bo'lsa kerak. Mana yozuv bor ekan, sekinroq yur degan shekilli. Bu yoq pastga tushib ketdilar. Mana u tog' tepasida qor bor bu yerda. Endi yana ham tog' tepasiga chiqib ketamiz hozir. Nimaga o'tgandan keyin, chegaradan o'tgandan keyin.